Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz agrafda eshik o'tirish ko'rsatib o'tmoqchimiz. Agrafni 5 ta ustivorlik tarafini ko'rsatib o'tamiz. Agraf mana shu tarzda qotiriladi eshikga. Shu tarzda eshiklarimiz qotiriladi. Tak, birinchisi regulirovka qilish osonroq bo'ladi buni. Eshikni bemalol mana shunaqasiga regulirovka qilinadi. Ikkinchi qulayligi hech qayta teshilmaydi mana. Uchinchisi mustahkamligi oshadi. Bemalol penasida mana turibdi. Juda ko'rishingiz mumkin. To'rtinchisi remont bitgandan keyin agraf qotirib bo'lmaydi. Chunki mana bu yoqlar уже bitgan bo'ladi. Agraf qotirishga уже joy bo'lmaydi. Beshinchi eng qulaylik tarafi bu eshik qattiq yopiladigan bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Eshik joyidan ko'chib ketmaydi. Agraf qulaylik eng qulaylik tarafi mana shunday. Ya'ni bitta maslahatimiz, bu yoqqa misol pena yoki albasterlar bor, ishlatish davomida bo'ladi. O'shanda eshikka itala olmaydi. Mana bu agraf mana tarangli misolga bermaydi eshikka. Videolarimiz manfaatli bo'lib turgan umidamiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Rahmat.